100 yillik Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. 8. bab Kapitalistning yasalmılığı. Fursatdan foydalanib naf elish. 36 tadbirdan. 1. qism. 2005-yili Xitoydan 100 o'rgüchilardan biri Xitoyning Marafon strategiyasining iqtisodiy variantini Amerika bilan raqobatlashish va Amerikadan o'tib ketish orqali dunyodagi birinchi iqtisodiy kuch bo'lmoqchi ekanligini bizga isbotlab bergan edi. Men bu 100 o'rgichini Tang xonim deb atayman. Xitoy Kompartiyasining eng tuvan bo'lganda muavin ministr darajasidagi yuqori darajalik amaldorlari Beyjingning markaziga joylashgan Markaziy komitet partiya maktabida o'rinlashtirilgan bir maxfiy programmada strategiya o'rganadi ekan. Bu maktabda yana armiyaning kelgusidagi generallarni o'qiydigan bo'lib, bu programmani tugutish huquq o'sishdagi shart hisoblanadi ekan. Programmadagi darsliklar Xitoy qadimgi tarixidagi taktikalarni o'rganishnimi o'z ichiga oladi ekan. Texmi mo'yin bo'lgani shuki, Xitoydan 100 o'rgichi bu shaxsning oshkorlashicha, bu maktabda Amerikaning 2 asrdan ortiq strategiyasida qanday qilib dunyodagi eng kuchli iqtisodiy kuch bo'lganligini, Xitoyning texmo qisqa vaqtda Amerikaning modelini qanday tatbiqlash kerakligini o'rgatadigan kamida 6 tomliq kitob darslik qilindi ekan. Tang xonimning aytishicha, Markaziy partiya maktabidagi eng muhim darslik Charles Darwinning asarlari ekan. Buning bilan birga Amerika hukumatining 1840-yildagi toki Birinchi dunyo urushigacha bo'lgan oraliqda o'z davlatining shirkatlarini qo'llab, Germaniya bilan Britaniyadan o'tib ketishiga yordam qilishiga oid mazmunlar o'tiladi ekan. Bu programmada o'rgatilganlarning ko'p qismi Amerikaning qanday qilib dunyodagi yetakchi kuch bo'lganligi, Xitoy Amerikadan o'tib ketaman desa, Amerikaning qilg'ini bo'yicha ish ko'rish kerakligi qatorliqlardan iborat ekan. Tangning deyishicha, bu darslik to'g'riliq Xitoy rahbarlarining Amerika hukumatining o'ynagan strategik roliga diqqatini markazlashtirgan asosda har qaysi sohalardagi ko'plagan Amerika shirkatlarining kechirmishlaridan qandaq tajriba yakunlanganligiga oid 20 nuqtadan imtihon elindi ekan. Amerika tadqiq qiladigan strategiyalar davlat ichi bozorini qo'g'dash, milliy korxonalarga iqtisodiy to'liqlama berish, eksportni oshirish qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Markaziy partiya maktabidagi darslik Amerikaning raqobatni kuchaytirish uchun monopolchilikqa qarshi turish choralarini yo'lga qo'yganligini tadqiq qiladi. Bu Xitoyning Amerikani taqlid qilgan misollardan yana biridir. Amerikaning bexatarlik mezoni mablag' solg'uvchilarning texmi ko'p mablag'ini qo'lga keltirib, Amerikani dunyodagi eng cho'ng va ta'siri eng zo'r bozorga aylantirgan. U yana eng muhim saboqning Xitoy hukumati ro'yobga chiqargan ishlab chiqarish sohalarining Amerika bozorlarining umumiy ko'lamidan eshib ketishi ekanligini qo'shimcha qildi. Amerika o'z bozorini taraqqiy qildirish uchun 19-asrlarda va 20-asrning boshlarida o'z korxonalariga bo'libmi iqtisodiy to'liqlama orqali yordam bergan. Xitoy Kommunistik partiyasining rahbarlariga Amerikaning bara-bara ozayotgan avtomatik tugmanlarga oid texnikasini o'g'irlaganligini, bu xil tugmanda bir mashina ko'zib keladigan bug'doy bilan soloning
pishiqlab ishlanib, un bo'lib chiqadiganligi bildirildi. Yevropadan iborat o'g'irlangan bu texnikani qo'llangan tunji shirkat un tijorati bilan shug'ullanadigan Pillsbury shirkatidir, dedi u menga qarab kulib turib. Anglashlarga qaraganda Amerika hukumati Anheuser-Busch qatarliq pivo ishlab chiqaradigan korxonalarga, Coca-Cola qatarliq gazliq ichimlik ishlab chiqaradigan shirkatlarga chet ellarda zavod qurish uchun yordam berganmish. Men bu so'zlarning ba'zilarining amaliyotga uyg'un ekanligini bilaman. Markaziy partiya maktabida Xitoy rahbarlariga o'tiladigan darsliklarda Amerikaning qog'ozchilik sanoatida 1900-yili Amerika hukumati tarafidan yurgizilgan yangi texnika sohasida Germaniyaga yetishib olganligi bayon qilingan. Shundaqla ularning darslikida yana po'lat temir sanoatidami Amerika hukumati 1879-yili Andrew Carnegie'ning po'lat temir sanoatida yetakchi kuch bo'lish uchun uningga o'xshashla bir amallar bilan yordam qilganligi qayd qilinadi. Uningdan boshqa Amerikaliklar Yevropaliklarning texnologiyasi orqali mis va alyumin ishlab chiqarishni kontrol qilishga qaror qilgan. Ondan Amerikaliklar 1880-yillarda kauchuk va neft sanoati jihatdimi hammaning oldiga o'tishga boshlagan. B.F. Goodrich Amerikaning yordam ostida bu xil sanoatning dunyoviy magnatiga aylangan. Amerikaliklar Birinchi dunyo urushidan keyin Yevropadan dunyo liderligini tortib olishdek strategik maqsadiga umuman yetdi. Bu hikoyaning shakllanish variantlaridan biri 1890-yillarning o'ttirlaridagi ommabop elektr buyumlar shirkati, ya'ni General Electric bo'lib, aytishlarga qaraganda bu shirkatma o'xshashlar Germaniyaning Siemens va AEG qatorliq shirkatlardan eshib ketish uchun Amerika hukumatining qo'llashiga erishganmish. Ommabop elektr buyumlar shirkati o'zi mol ta'minlagan natijalik shirkatlardan pay cheki hisobida mablag'ga erishish fikrini Siemens va AEG shirkatlaridan o'g'irlaganmish. Tan xonimning bayoni bo'yicha aytganda, hikoyaning yana bir yuzi yoki yana bir nuqtasi Amerikaning avtomobil sanoati, elektronlik buyumlar sanoati va dorigarlik sanoati qatorliq jihatlarda yetakchi kuchga aylanishga boshlagan 1914-yillardan 1950-yillargacha bo'lgan mezgillar ekan. Bu mezgillarda bo'libmi ommabop avtomobil shirkatiga boshqacha yaqin bo'lgan Amerika hukumati ommabop shirkatining Yevropada qo'llanayotgan par mashinasining ishlatilishidan qilishga sabab bo'lgan dizel motorni yasab chiqishga yordamda bo'lganmish. Uning deyishicha, Amerika hukumati chet el neft zapasiga erishishda Angliya neft shirkati va Germaniya xon jamoati Shell neft shirkatining oldiga o'tib ketish uchun Amerikaning 5 neft shirkatini qo'llagan. Uning deyishicha, Xitoy Kommunistik partiyasining amaldorlariga Germaniyaning aspirin, antibiotik, mas qilish dorisi qatorliq dorigarlik patentlardan Amerikaning qanday foydalanganligi o'rgatilgan ekan. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Amerika hukumatining o'z shirkatlarini qo'llash jihatdagi 3-to'lqini aviatsiya va neft ximiya sanoatida hukmron o'ringa o'tishga markazlashganmish.
DuPont şirketi berikme madde patentini Britaniya ximiya sanoatidan mecburi halda qo'lga tushirgan bo'lish mümkünçiligi cho'ngmish. Tang xonim yana 1942 yili Merck şirketining tunji qatim pensilinni ko'p miqdorda ishlab chiqarib, bozorga selish qatorliqlarga o'xshagan yangi dorilarni yasashda Amerika hukumatining roli to'g'riliq so'z qildi. Men uningdan Marafon atalg'usining partiya rahbarlariga o'tilgan darslikda tilga ilindigan, ilinmaydiganligini so'rdim. U menga tilga ilindiganligini, agar ehtiyojli bo'lsam, markaziy partiya maktabining kutubxonasidagi yangicha Marafon yuqori texnikalik shirkatlardan darslar nomli kitobni tepib o'qib baqsam bo'ldiganligini aytdi. Bu kitob Mariana Gelmek bilan Claudia Beth Skunovik tarafidan yozilib, 1990 yili Oxford Universiteti tarafidan nashr qilingan ekan. Marafon haqidagi yana bir kitob Kompyuter urushi. G'arb qanday qilib IBMdan hal qilgan dunyoda g'alaba qila oladi degan kitob bo'lib, Charles Ray Morris bilan Charles H. Ferguson tarafidan yozilgan dedi u menga. Shunday qilib, Sovet tipidagi davlat egilikdagi korxonalarni qutqizib olish modelini Amerika tiklagan bo'ldimi deb so'radim uningdan. Hargiz undaq emas. Amerikaning bundaq shirkatlari yo'q. Tennessee jilg'isidagi Nopozi buningdan mustasno. Xitoyning strategiyasi to'g'risidagi ko'z qarashlarning hammasi Dunyo bankisidan kelgan, dedi u. Bizning suhbatimiz 1 soatdan ortiq davomlashdi. Suhbat jarayonida xotir daftarim to'shib ketgan edi. Endi Dunyo bankisining Beyjingdagi binosida ishlaydigan iqtisodshunaslarni ziyorat qiladigan vaqtim edi. Xitoy rahbarlari o'tgan 20 yildan ko'p vaqt mobaynida o'z davlatining iqtisodiy erkinlik yo'liga qarab ketayotganligiga, davlatida xususiy mulk huquqi va erkin bozorning yuqori chekda mavjud ekanligiga dunyoni ishontirdi. Vaqt haftaligi va xabar haftaligining muqovasida Xitoyning kapitalizm yo'lida ketayotganligi, Xitoyga g'arbcha demokratiyaning yetib keladiganligi to'g'riliq po etilgan. Xitoyning 1978 yildan beri jon jahli bilan zamonaviylashishni qo'g'lishi, Dunyo bankisi va g'arbning mablag'i bilan ko'rinarlik natijalarga erishdi. Xitoy 30 yilga yaqin muddat ichida iqtisodiy jihatda o'zliksiz holda shiddat bilan olg'a ilgirlashning qantini chaqdi. Bu jarayonda garchi ushaq-tushak davolg'ishlar yuz bergan bo'lsa-mu, Xitoyning iqtisodiy, dunyo iqtisodiy o'rtacha o'sish sur'atini 3 qatlavatdi. 2001 yildan boshlab Xitoyning yillik iqtisodiy o'sish sur'ati 10.1% bo'ldi. 1980 yili Xitoyning GDP'si 70 milliard dollar atrofida edi. 2011 yilga kelganda bu son 7 trillionga o'sdi. 1980 yili iqtisodiy o'lik holatda bo'lgan Xitoy bugun o'zining Amerikadan qolsala dunyodagi ikkinchi cho'ng iqtisodiy kuch ekanligidan maqtanmoqda. Xitoyning 95 shirkati 2014 yildagi utuq qozongan 500 kuchli korxona qatoriga kirdi. Buning ichida 5 Xitoy korxonasi dunyodagi 50 kuchli korxona qatoridan o'rin oldi.
texi 2000 yılida Xitayning dunyoviy 500 kuchlik korxona qatoriga kiradigan birmi korxonasi yo'q edi. Növətdə Xitay dünyadakı ən çoğ avtomobil ishlab chiqarğuchi dövlət, ən çoğ energiya iste'mol qilğuchi dövlət, shundaqla ən çoğ karbon 4 oksid qo'yib berguchi dövlət hisoblanadi. Gerçi Xitay nüfus o'sishini kontrol qilishga shuncha kuchishiga qaramay, Xitay 1,35 milliard nüfusu bilan dunyodagi eng ko'p nüfus mavjud davlat hisoblanadi. Bu iqtisodiy mo'jizadan boshqa narsa emas. Buningga G'arb, jumladan Amerika shuning ichida mas'uldir. Medialar va siyosiy analizchilar Xitoyning kapitalizm yo'liga va erkin bozor iqtisodiga yo'nalganligi to'g'riliq. Gerçi Xitoy bu jihatda hech qanday harakat qilmagan bo'lsa-mu, cho'qan selishdi. Xitoy kapitalizm bosog'isiga qadam qo'ydi degan cho'chaklarga necha 10 yil bo'lgan bo'lsa-mu, 2014-yili Xitoy iqtisodining taxminan 50% Xitoy hukumatining qo'lida edi. Ko'plagan g'arblik mutaxassislarning nazarida yuqorqilar arzon emgak kuchi, to'van tannarxda ishlab chiqarish va baho jihatda g'arbga qaraganda afzallikini ro'yobga chiqaradigan ehtiyotchanlik bilan islohot ilib berishning va pulning qimmatini sun'iy usulda to'van chekda tutib turishning natijasi hisoblanadi. Xitoyning taraqqiyotini tezlatgan narsa noqul holdagi islohot bo'lmasdan, balki Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarni iqtisodiy yordam bilan qo'llash majburiyatidir. Xitoyning davlat egiligidagi korxonalarining yaratgan qimmati texicha Xitoy GDP'sining 40%ni tashkil qiladi. Davlat egiligidagi bu korxonalar yoki Xitoydagi chempionlar Beijingdagi hukumat zallarining ichida ma'lumlik bo'lganidek 100 yillik Marafonning jon tomiri hisoblanadi. Bu korxonalar iqtidorsizligiga qaramay Xitoyning iqtisodiy yukselishini yordam bilan ta'minlash uchun g'arbdagi raqobatchilarni baho jihatda g'alabalik holda utib chiqdi. Xitoyning rahimsiz savdo manfaatchiligiga bo'lgan bu xil qo'llashi Xitoyning ko'na tarixlaridan tepiladi. Urushqoq bagliklar davrida raqobat ichidagi davlatlar davlat kontrolligidagi iqtisodni jangni davomlashtiruvchi omil sifatida qo'llanadi. Xitoyning iqtisodiy xato tushunilish holatida qoldi. Dunyoning oldingi qatordagi iqtisodshunoslari Xitoyning iqtisodiy kuchining ta'sirchanligi to'g'risida ba'zi hamoqatlarcha jakarlarni o'ttirg'a qo'ydi. Mana bu Xitoyning hech qancha inchika tekshirishsiz yoki qarshiliksiz holda iqtisodiy erkinlik yo'liga qarab ketayotganligini da'vo qilishidagi sabablardan biridir. Nobel iqtisod mukofotiga erishuvchilardan Ronald Koz va Wangning 2013-yili mundaq ogohlantirgan. Xitoy bozorining o'zgarishi to'g'risidagi bildiganlarimiz texichilar bakma oz. Biroq bu haqda pakt sifatida o'ttirg'a tashlangan narsalar chilliqqa zid. Bu ikkalan Xitoy rahbarlarining o'z strategiyasini yoshirib, chet el rahbarlariga o'zlarining texmi bak xususiylashgan erkin bozorni qo'g'ilishayotganligini aytganligidek kishini hayron qoldiradigan misollarni keltirgan.
Başqa alimlar Xitay özünün kapitalizmga meniş strategiyasini xam xiyal tipidagi tushuntirishlarning to'xtovsiz davomlashayotganligiga diqqat qilgan. Xitay 1990-yillarning boshlardagi ichki statistikasida o'z GDP'sining 2020-yil atrofida Amerikaninkidan eshib ketadiganligini bilgandan keyin o'z iqtisodining kelajakdagi o'sishining muhimligini boshqa yig'inlarda ko'tarib chiqmaydigan bo'ldi. Xitay nima uchun o'zining 30 yil mobaynidagi g'albilik iqtisodiy yuksalishidagi strategik nuqtalarni yoshirdi? Nemishqa erkin bozorga yuzlanishning muhimligini mubolag'a qilib etdi? Buning javobi to'limi oddiy. Xitay rahbarlari Xitayning qadimki davlat idora qilish yili nayranglardagi eng oddiy taktikalardan foydalanib, tinchlik xarakterlik uchurlarni targ'ib qilish, o'zining dushmanligining sezilib qilishini keltirib chiqaradigan uchurlarni yoshirish orqali dushmanining mag'rurlanishini ro'yobga chiqarmoqchi bo'ldi. Navada Xitay o'z GDP'sining 2020-yil atrofida Amerikadan eshib ketadiganligi to'g'risidagi mo'ljarni ochiq-oshkora va mag'rur holda jakarlagan bo'lsa, zo'magar kuchga shapi berib qo'yishi va zo'magar kuchning buning oldini olish uchun harakatga o'tishiga sababchi bo'lib qilishi mumkin edi. Shu vajidan Xitoy bunday qilishning aksicha chet elliklarga o'zi duch kelgan to'salg'ular haqida hol aytish va o'z g'arzini kichik ko'z tutish taktikasini ishlatdi. Yaqinqi yillarda g'arblik ba'zi analizchilar Xitoy rahbarlari ilgari surib kelgan bu koni ko'z qarashga jang e'lon qildi. Ular Xitoyning g'o'l sanoatlarga mablag' ajratish, hukumatning yetaklashi ostida chet ellardagi tabiiy boyliqlarni va energiya zapasini qo'lga keltirish uchun tirmishish qatorliq yalang'och holdagi tijorat manfaatchiligi strategiyasining neft bilan tabiiy gaz ishlab chiqarishi yer shari miqyosida eng yuqori chekka yetdi deydigan gumonliq ko'z qarashni keltirib chiqardiganligini ko'rib yetgan. Ularning nazarida kelgusi 10-20 yilda tabiiy boyliqlarni talashish urushlaridan saqlang'ili bo'lmaydi. Bu vajidan Xitoyning boshqalarni boyliq bilan ta'minlashni rad qilib, chet ellardagi boyliq manbalarini setib olishi va zapas boyliq saqlashi muqarrar. Ko'plagan Xitoy strategiyachilar neft qahatchiligi nazariyasiga moyil. Bu nazariya energiya bilan ta'minlash bargan sir qistilishib, neft bahosi shiddat bilan o'rlab ketadi degan ko'z qarashdan iborat. Bu ko'z qarash bo'yicha dunyo bir g'oyat zo'r shaxmat taxtasidan iborat bo'lib, bu shaxmat taxtasida mis, neft, lettey qatorliq boyliq manbalariga cho'qim erishish kerak va bularning raqibining qo'lida bo'lib qolmasligi uchun kuchash kerak. Xitoy ijtimoiy fanlar akademiyasidagi analizchilardan Wang Xianglingning tövəndəki cümlələri Xitayning geostrategiyalik xirisi to'g'risida umumlashgan ko'plagan analizlarning markaziy ideyasini ifodalab berdi. Kelgusidagi yer sharivi energiya ta'minlashning kamchil bo'lish xirisiga nisbatan Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi ixtilof va ziddiyatlardan saqlangan bo'lmaydi. Bo'libmi neft masalasida u mundaq yozgan. Mutaxassis analizchilarning bayonlari shuni ko'rsatadiki, Xitoy 2015-yili neft qahatchiligiga duch keladi.
neft ishlab chiqarishi bu chaqda eng yuqori chekka yetgandan keyin tövənləşkə başlaydı. Xitay bu chaqda nihoyat ig'ir bir masalaga duch keladi. Neft bilan gaz yetishmaslik oshadi. Neft iste'moli bargancha importga beqinib qoladi. Davomi bor.